Assalomu alaykum yurtdoshlar, hammasi sog' omonmi? Abedga nima qilishni bilmay bir paytda qo'shnim ashqadi berganda ozgina chiriy deb qopti. O'shani oldim-u, maydalab to'g'rab tozalab oldim. Ozroq charv yog' bilan quyruq yog' bor ekan, o'shalarni ham to'g'rab oldim, yuvib tozalab. Ozgina tuz, rayhon soldim. Ko'katlar soldim. Qoshiqcha ko'kat soldim, ta'mi chiqsin deb. Buni bilmayman nimaligini bir paytlar olib kelganman, o'shandan ham sovordim. Tandir go'shtni yog'i bor edi. Hidi shunaqangi, bu yog'ni o'zi shirin bo'ladi. Aralashtirib gaz listiga folga yog'ni qo'ydim. Folgani tashlab qo'ydim, dogini chiqib ketmasin, folgadan qochib ketmasin deb yaxshilab o'rab chirmab duxovkaga soldim. 1 soatlar turdi. Rosa mazasi, hidi rosa zo'r bo'lar ekan. Pishirib ko'ringizlar. Ketgan vaqtlaringizga achinmaydi, yumshoq, yoqimli ishtaha hammaga. Sog' bo'lingizlar. Like bosh esdan chiqmasin.